Nexia 3 2018-yil ekan. Yurilgan masofasi 122 ming yurilibdi. Metani bor, metan gazlari 85 million narx aytilib turibdi. Oldindan 15 million bilan 3 million 903 yilga chiqadi ekan mashinamiz. Ko'rib turganingizdek. Mashinaning ichini holatlari yana avtomat korobka. Mashinaning ichini holati yaxshi, ajoyib holatda turibdi mashina. Xo'p, 85 million narx, 15 million oldindan 3 million 903 yilga. Keyingimiz Cobalt 24-yil ekan. Yurilgan masofasi 65 ming, benzinda mashina 130 million narx aytilib turibdi. Kraskalarni o'zlaringiz uchun o'zlaringiz bemalol tekshirtirib olsangiz bo'ladi do'stlar. Avtomat korobka mashinamiz. Mashinaning ichini holati. Mashinani o'zlaringiz uchun o'zlaringiz tekshirtirib olaverasizlar. Xudo xolasa kimda qiziq bo'lsa, ekranning nomerlari bog'lanasa 22-yil yurilgan masofasi 80 ming, metan gazlari bor ekan. Narxini keladigan bo'lsak 115 million narx aytilib turibdi. 5 million oldindan 5 yilga chiqadi ekan. 4 million 200 dan uch mashinamiz. Avtomat korobka, mashinaning ichini holati 80 ming yuribdi mashinasi. 26-yil bu yoqda Captiva bor ekan. 2013-yil 119 ming yurgan, metan gazlari bor. 145 million narx aytilib turibdi. Oldindan 70-75 million bilan chiqadi 3 yilga. 4 million 600 dan. Xo'p, mashina ichini holatiga keladigan bo'lsak, shunday ichini holatini ajoyib holatda turgan ekan, lekin gap yo'q. Kraskalarni bemalol o'zlaringiz uchun o'zlaringiz tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Bu yoqda ham Captivalar turibdi 2012-yil. Ikkisi ham 2012-yil ekan. 122 ming yurgan masofasi, metan gazlari bor. Narxini keladigan bo'lsa 110 million narx aytilib turibdi. Oldindan 30 million bilan 3 yilga 5 milliondan Captiva. Bu metan gazlari bor, 81 ming yurgan ekan, 140 million narx aytilib turibdi. 68 million 3 yilga 4 milliondan chiqadi ekan Captiva. Holatlari yaxshi. Kraskalarni o'zlaringiz uchun o'zlaringiz tekshirtirib olaverasizlar bemalol. Bu yoqda Gentra mashinamiz ham bor ekan, 23-yil. Yurgan masofasi 73 ming, metan gazlari bor, 140 million narx aytilib turibdi. Oldindan to'lov yo'q ekan. 5 yilga 5 million 500 dan chiqaradi. 5,5 milliondan chiqadi ekan. Balonlarning holatlari yaxshi, hammasini ko'rib turganimizdek. Xudo xolasa kimda qiziq bo'lsa bemalol nomerlari bog'lanaversa, va xolosa yaxshi kunlaringizga, to'ylar amininglar do'stlar.